Bugün 23 May 5'dan 33 da o'tyapti. Assalomu alaykum hurmatli Zokirjon osh markazining obunachilari. Mana enamni bichagi, ko'k bichaklar, kadi bichaklar bo'lyapti. Xudo xolasa bu galgi mijozimiz O'zbekiston Respublikasi poytaxti Toshkentdan Zokir ota oshxonasidan Zuhriddin akamiz buyurtma berdilar. Xudo xolasa bu 10 ta bichagimiz va 2 ta kadi bichak Toshkentga yo'l oladi. Va siz ham qayerda bo'lsangiz manzilda ayting, enamni bichagidan sizlarga ham va qolaversa Zokir oshni ham yetkazib beramiz. Mana shu holatda Xudo xolasa Toshkentga jo'natamiz. Xudo xolasa hozir avtovokzaldan borib Toshkentga posilka qilib yuboramiz. Toshkentda Zuhriddin aka bu narsani qabul qilasiz. Sobir aka, qabul qilasiz.